Assalomu alaykum birodarlar. Bugun ro'zoning 7-kuni. Assalomu alaykum birodarlar. Bugun Barsis haqida hikoyani aytib beramiz. Nega men jihod haqida va Barsissa qissasiga to'xtaldim? Chunki bu qissada jihodga ketgan aka-ukalar va o'z singillarini Barsissaga omonat qilib topshirgan edilar va aynan shu joydan sinov boshlanadi. Bir obid bo'lgan. Juda ham bir ibodatga mustahkam, taqvoli, u shahar ichida xalqlar bilan aralashmasdan, bular endi hammasi gunohkor, men alohida bir uy qurib, xos tepalikda, uni uyi alohida har kim ham chiqa olmaydigan joyga ibodatxona yasab o'ziga ibodat qiladigan joy uyda yashagan. Sajda uning peshonasiga, zikr tiliga, uzlat uning hayotiga aylangan edi. Odamlar uni avliyo der edi. Endi shayton o'shani yo'ldan urishni, qarangda, shaytonga ham mayda chuydalarni urishdan ko'ra katta baliq deydi-yu, shu katta baliqni boshini urish unga juda manfaatli keladi-da. Chunki o'sha ortidan necha minglagan, yuz minglagan odamlarni zalolatga olib borishni juda oson. Shu Barsisani qanday hiyla qilay, qanday yo'ldan chiqaray, odamlarga nafrat qildiray deb hiyla qildi. Va o'ziga o'zi aytdiki, bu insonni oddiy gunoh bilan yiqitib bo'lmaydi. Buni yaxshilik eshigi orqali yiqitishim kerak, dedi-da uslub qildi. Shayton uchun vaqt VIP, bemalol. Unaqa bu appointmentim bor, borishim kerak, farzandlar, u bu demaydi. U qiyomatgacha tirik, u bemalol. Bemalol bo'lgani uchun endi u hiyla qildi. Qadam-qadam xutvat deydi-ku, xutvalar tashadi. Bir necha xil rivoyatlar bor. Bittasini aytamiz. Bir ayol musibatga uchradi. Boshqa rivoyatda 3 ta aka-uka jihodga chaqirildi. Bani Isroilda bo'lgan bu voqea. Jihodga chaqirildi. Ular borish kerak bo'ldi-yu, lekin balog'atga yetgan yosh singlisi bo'lgan. O'shani qo'yib ketadigan joy bo'lmagan. Aka-ukalar kelishib, shu Barsisa eng taqvoli inson, halol pok, shunga olib borib qo'yib ketamiz deyishdi-da, Barsisaga borishdi. Aytishdi voqea holatni, biz borishimiz kerak, jihodga chaqirildi. Singlimizga qara iltimos deganda, u na'uzu billah dedi. A'uzu billahi min zalik. Allohdan panoh so'rayman, bu fitna. Menga bu kerak emas dedi. Men ola olmayman singlaringizni deb javob berib yubordi. Ular sarson